Var bisotim aldi yoshligim. Yurak shunga ko'ndi-yu ketdi. Yodda shunday qoldi yoshligim. Qush daraxtga qo'ndi-yu ketdi. Quvroq bo'ldi deyishdi, yolg'on ham kerak. Jindek xushomad ham quloq solmadim. Oqni oppoq ko'rdim, qorani qora. Men o'z bilganimdan qolmadim. Hozirgi zamon adabiyotining ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri bu Muhammad Yusufdir. U 1954-yil 26-aprelda Andijon viloyati Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida tavallud topgan. Biz Qovunchi qishlog'iga tashrif buyurganimizda, bu yerda Muhammad Yusufning uy muzeyida bizni ilk bor kutib olgan opamiz bilan suhbatlashamiz. Shoirimiz haqida, o'zini bilganlarini, shoir haqida bizga qisqacha ma'lumotlar beradi. Assalomu alaykum, xolajon. Shoirimiz bilan bir hovlida yashagan ekansiz. Shoirimizni ijodlarini kuzatgansiz. Shular haqida bizga qisqacha gapirib bersangiz. Maqtanadigan joyim bor. Biz shoir bilan bitta institut bitirganmiz. Toshkentdagi Respublika Rus tili adabiyoti institutini bitirganmiz. Hammamiz rus tili o'qituvchilarimiz. Shoir institutda ham bir ajoyib sodda inson bo'lgan. Mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, uylar ham hamma yashash tarzimiz ham oddiylikdan iborat. Shoir o'zi haqiqatda oddiylikdan buyuklik yaratgan inson hisoblanadi. Qaynonam rahmatli haqida gapiradigan bo'lsam, qaynonam juda ham bir ajoyib ilmli ayol bo'lgan. O'zini davrining eng ilmli ayollaridan bo'lgan. Masalan, mana ko'ynimda bir yor degan she'rini yozib deganda, bolam bunaqa narsalar yozmagin-da degan. Lekin shoir endi men bu haqiqiy ko'nglimda yoki qo'ynimda bir yor demaganman. Bu Alloh haqida yozilgan bitta she'r degan. Masalan, juda ajoyib she'rlari bor. Lola qizg'aldoq haqida yozilgan she'rlari, qarang, hamma narsa oddiy. Masalan, Lola qizg'aldoq she'ri o'zimda olib qaragan Shavkat Rahmonga atab yozilgan. Lekin endi biz o'zimiz shoirda opasi bor, Gulchehraxon degan. Namanganga turmushga chiqqan, o'sha yerda Namangan pedinstitutini bitirib bitta o'zi bilan teng kursdoshiga turmushga chiqdi. 7 ta bolasi bilan qolib ketdi-da, u opamiz turmush o'rtog'i o'tib ketdi. O'sha she'rda o'sha Gulchehra opamizga atab yozilgan she'r ekan, Lola qizg'aldoq she'ri. Chunki 7 tala bolasini ham uylab joylamagan, qizlarni chiqarmagan, o'g'ilni uylamagan. Keyin bir o'tirganda opa yig'lamasang, mana shu she'rni men bitta she'r yozdim, o'qib beraman deganda, she'rini o'qigan. Keyin opam haqiqatda ham endi yig'lamayman deb o'tirgan ayol yig'lagan. Shundan keyin Shavkat Rahmon haqida oxiriga kelganda Shavkat Rahmonga atab yozilgan deb qo'ygan. Shoirimizni har bitta satrlarida, har bitta she'rlarida yurakka baribir ta'sir qilib, junbushga keltiradi. Haqiqatan siz aytgandek oddiylikdan buyuklik yaratgan shoir. Dumbajadan so'rashganda vatan nima deysan desa, bu shunaqa narsaki, uni aytganingda odam jon berishga tayyor bo'lsin, joning chiqib ketishga.